Canım sağ olun, sinir kapsızmı? Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Mirzahmet Qadirmanza, 37 yoshdaman. Kelganimda 125 kilo vazndaman kelganman. Shunaqa bo'lganlar. Qancha vazn yo'qotdingiz? Hozir men 35 kilo vazn yo'qotdim. Sog'lom, protsessdaman. 135 kilo buzur. Kimdir 3 oydan 35 kilo ozishi mumkin, lekin hammaning organizmi har xil, hammaning ruhiy holati har xil, olib ketishi har xil. O'shanga qarab vaznni qilib. Eng muhimi bilasizmi nima? Eng muhimi 35 kilo ozib olish emas. Eng muhimi uni saqlab yurish. Mana shu yerda ko'pchilik qo'lga tushadi. Qo'lga tushadi. Chunki hamma vazn yo'qotolmaydi. Hamma yo'qotolmaydi, lekin hamma saqlab qololmaydi. Endi kim vaznini ancha vaqtdan beri erishilgan vazn saqlab kelayotgan bo'lsa, ana ularga olqishlar. Молодец. Mana bular ham o'sha 1 yil davomida shu vaznni yo'qotgan bo'lsalar, mana bu qancha vaqtdan beri hozircha biz vaznni saqlab turamiz? Biz 3 oy qoldi. 3 oy. Darshga yana davom etganimizda 40 kilo, 45 kilo bilan yana bo'lishamiz xudo xohlasa. Klub bilan o'zi harakat qilgan odamning nima farqi bor? Mana chunki siz ham onlaynda ham qatnashib ko'rgansiz. Kayfiyat juda ham yuqori deb o'tdi. Kayfiyatni uyda topsavermaydi. Yo'q, unchalik emas-da. Sabab nimaga? Mana shuni ochaylik. Nimaga uyda klubdagi kayfiyatni topolmaysiz? Sabab uyda sizni holingizdan so'raydigan anaqalaringiz yo'q deb baribir. Bu yerda ustozlarimiz bizdan bugun kayfiyating qanaqa, bugun nima qilding? yana toping. Mana savol, nimaga uyda ham fikrlarimiz bo'lgan taqdirda ham, biz ham juda ham yaxshi ko'rib, avaylab asrashgan taqdirda ham klubdan oladigan kayfiyatimiz uydan ola olmaymiz. Klubga boradiganlar buni biladi, topadi va siz ham yaqin keldingiz. Balki o'zingiz topasiz. Sabab. Sabab topinglar. Sababini topganlar yozasizlar. Mana shu sababini birinchi topib yozganlarga mana sovg'a bo'ladi. Siz agar viloyatda tursangiz ham sovg'amni dastavkaga jo'nataman. Sovg'a oluvchilar, sovg'a sevuvchilar. Agar topsangiz sovg'a sizniki. Ovqatlanish tartibini hamma narsani bilamiz. Nimaga? Biror uzoqroq vaqt uyda bo'lib qolganimizda o'zimizni vaznimiz ustida ishlash yana ham qanaqadir qiyinlashgandek bo'ladi. Qiyinlashib bilamiz-da bu bilamiz degan narsani miyamizga sig'dirib olamiz, lekin bilmaylar-yu, ko'rmaylar-yu ma'ni deb yetib qo'yamiz-da. Demak, nima bo'ldi? Nazoratchilik. Nazoratsiz qolganda tanamiz, ongimiz nazoratsiz qolganda bizdan chiqishni boshlaydi. Yana kimda shunaqa, nimagadir ko'pchilik shunaqa. To'g'ri, nazorat bo'lmaganda ham o'zini ushlab yuradiganlar bor, lekin juda kam foiz. Biz o'tgan safargi videomizda ham haqida gaplashganmiz. Bular 5% nazoratsiz ham o'zini olib ketadiganlar 5%, nazoratda harakat qiladiganlar 95%. Siz qaysi foizga kirasiz? Bular 5% ga kirsam Rosta. Yo 95. Endi to'g'risini aytaman. Men o'zim ham xuddi 95% ichida kattasiman-da. Nazorat bo'lganda mana baribir bizga ko'p yordam beradi. Biz majburmizda nazoratda, mijozlarning nazoratidamiz. Voy, canım sağ olun, sen sinir qopsizmi degan gap bo'ldi bizga yetib ortadi. Voy, sezib qolishdi. Voy, bilmabdimi degan narsa bilan biz ham harakat agar klubdan uzoq bo'ladigan bo'lsak, mana shu mijozlarni ham mijozlar uchun ustozlar nazorati bo'lmaydigan bo'lsa, biz 95%imiz o'z holimizga tezlik bilan qaytib olarkanmiz. Siz qaysi foizga kirishingizni yozib qoldiring. Keyingi mavzuyingiz bundan ham qiziq bo'ladi. Sizga rahmat. Mana qo'yaylik.